Ular xaridorlar orasida juda mashhur. Ayniqsa katta shaharlarda. Hozirgi paytda odamlar juda faol hayot tarzini olib borishmoqda. Ular oshxonada taom tayyorlashga va o'zlari kechki ovqat tayyorlashga vaqtlari yo'q. Fast foodning turlari juda ko'p. Masalan, bulardan eng mashhurlari hot-dog, lavash, turk kabob, burgerlar va boshqalar. Bularning barchasini har qanday shaharning deyarli har bir gavjum ko'chalarida ko'rish mumkin. Va shuni ta'kidlash kerakki, bu nuqtalarning barchasi muvaffaqiyatli ishlaydi va barqaror daromad oladi. Nega? Sababi oddiy. Chunki shaharda vaqt tig'iz. Tezroq ovqatlanib, tezroq ishga shoshish kerak. Fast food biznes sifatida turli formatlarda ham taqdim etilishi mumkin. Hamma narsa bevosita boshlang'ich kapitalga va binolarni yaxshi joyda ijaraga olishga bog'liq bo'ladi. Bozorimizda tez ovqatlanishning asosiy formatlari qanday? Bu yerda asosiy kichik formatlar. Kichik varianti. Bu biznesning ancha mobil versiyasini ifodalaydi. Chunki agar savdo joyi foydali bo'lmasa, siz boshqa ijara maydoniga o'tishingiz mumkin. Ushbu biznes formatidagi investitsiyalar kichikdir va bu ham ushbu savdo formatida yuqori raqobatga olib keladi. Bunday do'konda siz assortiment uchun tanlagan taomni tayyorlash uchun barcha kerakli jihozlar o'rnatilgan. Kichik lavash sentr ochish uchun uskunalar. Lavash tayyorlash uchun grill uskunasi. Narxi $170. Samovar $80. Frityurnitsa $90. Izgara $160. Fast food tosteri $140. Kassa apparat $85. Muzlatgich $400. Kondisioner $400. Mayda mebellar $250. Bularning umumiy summasi sizga $1775 ga tushadi. Statsionar kafe. Bu odatda bir necha stolli kichik kafeteriyalar va fonda katta menyuga ega bar hisoblanadi. Bunday kafelarning menyusi odatda burgerlar, tovuqli taomlar, fransuz kartoshkalari va ichimliklarni o'z ichiga oladi. Oldingi formatdan ustun bo'lgan yaxshi variant. Chunki u sovuq mavsumda mijozga ko'proq qulaylik beradi. Ammo bu biznesga investitsiyalar ham yuqori bo'ladi. Ijara yuqoriroq bo'lgani uchun va asbob-uskunalarni, hatto bir xil mebellarni ham ko'proq sotib olish kerak bo'ladi. Fast food turlari. Endi ko'chadagi oziq-ovqat do'konlarida sotiladigan taomlarning asosiy yo'nalishlari va turlarini ko'rib chiqamiz. Ko'pgina tadbirkorlar fast foodlarning bir yo'nalishini tanlaydilar va o'sha yo'nalish ustida ishlaydilar. Bulardan asosiy taomlar: hot-doglar, lavash, burgerlar, sendvichlar, belyash, KFC va fransuz kartoshkasi, turli xil bulochkalar va pishiriqlar. Sog'lom fast foodlar. Bu Yevropada ommalashib borayotgan biznesning yangi turi. Odatda bu to'g'ralgan sabzavot va mevalarni o'z ichiga olgan sog'lom, foydali oziq-ovqatlardir. Odatda bunday ovqatlanish vitaminlar balansiga muvofiq tuziladi va sog'lom turmush tarzi tendensiyasidan so'ng siz undan yaxshi pul topishingiz mumkin. Lekin ayni paytda bu g'oya faqat yirik shaharlar uchun mos keladi. Hujjatlar. Tadbirkorlik subyekti, masalan siz kichik budka fast foodi uchun yatita ochishingiz kerak bo'ladi. Bu hujjatga 270 ming so'm sarflaysiz. Undan so'ng SESdan ruxsatnoma olishingiz kerak bo'ladi. Xona tanlash. Kafening formatiga qarab siz binolar uchun turli talablarni hisobga olishingiz kerak bo'ladi. Shunday qilib, kichik fast food ochish uchun, masalan, budkada siz elektr tarmog'iga va suv ta'minotiga ulanishingiz kerak. Agar siz kichkina kafeni rejalashtirmoqchi bo'lsangiz, unda siz yaxshi ta'mirlashingiz va odamlar bir-biriga aralashmasligi uchun stollarni to'g'ri tartibga solishingiz kerak. Odatda bunday kafeda kuniga odamlarning katta oqimi mavjud bo'ladi. Shuning uchun qulaylik birinchi o'rinda turishi kerak. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga rahmat.